Assalomu alaykum, Siroy bazamiz aziz obunachilar. Xudo xolasa bugungi videoda vodiydagi yagona bo'lgan zavoddan keyingi o'rinda turuvchi ajoyib bo'lgan Siroy baza nomer 1 skladidagi bazalt mahsulot haqida gaplashamiz. Mahsulotimizni ko'rishingiz mumkin. Ukamiz bizga tanishtirib beradi. Ukajonim, bormisan? Charchamasdan videolarni ham qo'ymay qo'ydi ancha-muncha. Aka, endi sekin-sekin. Ukajonim, bu mahsulotni bizga tanishtirib bersang. Xo'p. Assalomu alaykum Siroy bazaning aziz obunachilari. Bu mahsulotimiz bazalt mahsuloti. Hozirgi mavsumga, ya'ni qurilishga eng hadovoy ketayotgan mahsulotlarimizdan biri. Trenddagi mahsulot. Trenddagi mahsulot. Trenddan ham tushmasa kerak. Xo'p. Buni endi obzor qiladigan bo'lsak, hop, hamma biladi, buni razmerlarida 1.20 ga 60 bo'ladi. Hop. Bu hozir ko'rib turganinglar 100 plotность eng hadovoy ketayotgani. Qurilishga, uylarga, katta-katta domlarga hamma 100 plotностьni olyapti. Shu yerda ham ozgina bilganlar biladi bu mahsulotni, o'zlari bilmaganlar endi tanishtirib beramiz. Razmerlarini aytib tanishtirib qo'ysang, ukajon. Razmerlari yana qaytarib o'taman, 1.20 ga 60 bo'ladi. Buni vazifasi shumizolyatsiya, yana uyingiz issiq sovuqdan ham saqlaydi. Keyin bu agar o'qishdan Xudo saqlasin uyingizda olov chiqadigan bo'lsa, bu tutashib ketmaydi. Tutashib ketmaydi. To'ppa-to'g'ri aytyapti ukam. O'zimiz yaqib ko'rganmiz. Instagram profilimizga o'tib tariqqa tushsanglar, shu mahsulotni yaqib ko'rsatib berganmiz. Davom etishim mumkin. Ya'ni olov tutashib ketmaydi, asha bitta yerda o'zida yonib turaveradi. O'zi asha yerda to'xtaydi, o'zini, ya'ni toshlari yonmaydi, keyin suvda ham cho'kmaydi. Qalinligini ko'rishingiz mumkin. 5 sm bu yo 6 mi? Qalinligi 5 sm bo'ladi, standart. Standart 5 sm. Prosta qattiq yumshoqligida razisa qilar ekan. Sal o'zi polni mana ma'lumotlari yozilgan bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri hozir buni skanerlasa, to'g'ridan-to'g'ri zavodda o'zini saytiga kirib ketib qoladi. To'ppa-to'g'ri. Ko'rishingiz mumkin. Katta miqdorda topishingiz mumkin. Siroy baza nomer 1 bemalol ko'rib turgan mahsulotlarni. Bu zavodda dillerligini olganmiz. Ya'ni bemalol o'zimizdan kelib turib, sotuvchi, quruvchi akalarimiz bo'lsa, bemalol o'zimizdan kelib xarid qilishi mumkin. Bu mahsulotimizni ko'rishingiz mumkin. Xohlasanglar naqd pulga, xohlasanglar halol muddat to'lovga 3 oydan 24 oygacha xarid qilsanglar bo'laveradi. Atigi bir dona pasport orqali albatta o'zimizni skladimizga kelib ro'yxatdan o'tishlar kerak bo'ladi. Faqat buni onlayn tarzda rasmiylashtirish imkoni mavjud emas. Xuddi shunaqa. Halol narsa savdo yoki naqd pulga xarid qilishingiz mumkin. Keyin yana garantiyasini aytib o'tamiz. 50 yil berilgan zavod tomonidan. 50 yil berilgan, ko'rishingiz mumkin. Bilganlar o'zi biladi qanaqa mahsulotligini. Katta-katta qurilish obyektidagi akalarimiz bilan ishlayveramiz. Quruvchi, sotuvchi akalarimiz bilan do'konlarga ham eng arzon narxlarda tarqatib beradigan bazamiz faqatgina Siroy baza nomer 1 bo'ladi. Endi qiziq joyi necha razmerlari va narxini aytib o'tadigan bo'lsak, razmerlari 50, 80, 100, 120 dan boshlab 140 gacha ketaveradi. Narxlariga keladigan bo'lsak, 40 ming so'mdan boshlab plotnosiga qarab narx o'zgaraveradi. Narx o'zgaraveradi. Shunaqa. 40 ming so'mdan boshlab shu 100 ming, 120 minggacha ketaveradi. 1 kvadrat narxi. Sizlarning xohishinglardagi bazalt vata ham kerak bo'lsa, podzakazga ham olib keltirib beraverar ekan akalarimiz. Kelib bemalol xarid qilsanglar bo'laveradi. Zavoddan keyingi o'rinda turuvchi vodiyda birinchi bo'lgan Siroy baza nomer 1 Xudo xolasa bugungi videomiz tugadi. Keyingi videolarda albatta o'tkazib yubormaslik uchun podpiska bosib qo'ysanglar, har bitta videomiz qo'yganimizda, ya'ni boshqa mahsulotlarimizni ham obzor qilganimizda bu yerlarni bitta ko'rsatib beramiz. Bu liloniy emas, bu mat. Buni ham Xudo xolasa alohida video qilamiz. To'ppa-to'g'ri. Podpiska bosib qo'ysanglar, keyingi videolarda albatta obzor qilib chiqaramiz. Xo'p bo'ladi. Hammalariga rahmat. Ukajonimga katta rahmat. Sog' salomat bo'linglar.